Akalar bir tiyin rasxod qilmasdan kuniga 500 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha pul topadigan stanoylarimiz do'konimizga yetib kelgan. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsalaring, bitta ro'zg'orni bemalol tebratib beradigan stanoylarimiz haqida to'liq ma'lumot berib, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tamiz akalar. Eng kattasidan boshlaydigan bo'lsak, Ibimax brendidan akalar ko'rishlaringiz mumkin beton teshiydigan apparatimiz. Suvli variantda bo'ladi. Motor quvvatlari 4 kilovatli motorlar bilan jihozlashtirilgan. 6000 oborotga ega bo'ladi akalar, oborotlarini ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, 220 volt tokka bemalol ishlatib foydalansalaring bo'laveradi. 280 talik turbalarga bemalol teshik ochib berishga mo'ljallangan. Pastafkalari ham ancha qalin qilib ishlab chiqarilgan, ko'rishlaringiz mumkin. Pastki holatlari ham juda ham mustahkam bo'ladi. Bemalol ko'tarib, tushirib, o'zlaringga moslab akalar ishlatsalaring bo'laveradi. Xo'p, bu tarafda o'sha suvlaydigan joylari bo'ladi, kranlari komplekt holatda bo'ladi. Bemalol suvlaringni ulab, suvlar bilan qiynalmasdan teshib foydalansalaring bo'laveradi akalar. O'chirib qo'yadigan klutchatorlari ham ko'rishlaring mumkin. Agar betonlaring ichida har xil armatura, tosh chiqib qoladigan bo'lsa, teshib o'tib ketaveradi. Mabodoga tiqilaydigan bo'lsa, avtomatik shu avtomat tashlash xususiyatiga ega bo'ladi akalar. Endi buni teshikda, bitta teshikda nech puldan teshib beradiganini gaplashamiz akalar. Xo'p, xudo xolasa 50lik, 83lik, 102lik, 127lik, 168lik har xil razmerdagi koronkalarimizdan mavjud. Eng arzoni 150 ming so'mdan boshlab 400 ming so'mgacha betonlarda, devorlarda holatiga qarab teshib bersalaring bo'laveradi. Bu nasatkalari ham original armazli variantda uncha-muncha yedirilib ketmaydi. Karonkalariga ahamiyat berib, yaxshisidan olib ishlatadigan bo'lsalaring, apparatga ham nagruzka tushmaydi. Keyin karonkalaring ham tez ketib qolmaydi akalar. Karonkalarga ham garantiya beriladi. Xo'p, menga universalidan ko'rsating degan akalarimiz uchun universal akalar, xohlasalaring suv bilan ishlatasizlar, xohlasalaring suxoy ishlatasizlar, xohlasalaring pastafkaga qo'yib ishlatsalaring bo'laveradi. Xohlasalaring mana bu pastafkani mana bu ikkala joyidan yechib, qo'lda ruchnoy teshib foydalansalaring bo'laveradi akalar. Xohlaganlar uchun qo'lda o'zida suxoy variantdagi beton teshiydigan apparatimizdan ham yetib kelgan. Xo'p, eng katta variantdagi beton teshiydigan apparatimizning ichidan shunaqa 5 santimetrli ankerlari mavjud bo'ladi. Buni komplekti ham juda ham qiziq bo'ladi. Narx-navolarini oxirida aytib o'tamiz akalar. Zero Max brendidan 210 talikgacha bo'lgan turbalarga teshik ochib beradi. O'zini komplektida akalar bitta karonkalari mavjud bo'ladi. 100lik bo'lish kerak adashmasam. Pastafkalari ham juda ham mustahkam qilib ishlab chiqarilgan. Ikkala yonida ushlaydigan, yelkaga tiraoladigan pastafkalari mavjud bo'ladi. Bemalol suvlar bilan suvsiz qilib foydalanib ishlatsalaring bo'laveradi. Xohlasalaring suvli, xohlasalaring suvsiz, suxoy variantda teshib foydalanaverasizlar. Motor quvvatlari 2,5 kilovat motorlar bilan jihozlashtirilgan. Komplektida nimalar chiqadi ko'rib o'tib ketamiz. Hech qaysi beton teshiydigan apparatda bunaqa komplekt chiqmaydi. O'zini sunosozlari, 20 santimetrli ankerlari, xo'p, o'zini xuddi shunaqa shlankalari chiqadi suv uchun, hamda o'zini kulish naborlari, vozdux filtrlari akalar. Xo'p, o'zini mana garantiya talonlariga ham yozib qo'ygan. Xohlasang pastafkali, xohlasang ruchnoy, xohlasang suxoy ishlatadi deb yozib qo'yilgan. Garantiyalarini 6 oydan 1 yilgacha qilib beraveramiz akalar. Suxoy variantdagi beton teshiydigan apparat so'ragan akalarimiz uchun 5 santimetrli ankeri bilan komplekt holatda qilib qo'yganmiz akalar. Buni narx-navosiga keladigan bo'lsak, $200 evaziga do'konimizdan kelib olib ketsalaring bo'laveradi. Suxoy variantini mana bunaqa remont qilingan joylariga qo'yib foydalansalaring bo'laveradi. Bu suvli variantlarini remont qilinmagan joylariga olib kirib foydalanadigan bo'lsalaring, remontlarni rasvosini chiqarib yubormaydi. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, eng katta pastafkali varianti $300 evaziga mana bunaqa universal, xo'p, o'zida komplektida karonkalari, sunosozlari, ankerlari bor varianti $350 evaziga 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalari bilan elitib beraveramiz. Beton teshiydigan apparatimiz uchun karonkalarning narxiga keladigan bo'lsak, 150 ming so'm, 50ligi, 83ligi 200 ming so'm,
102 ligi 230 ming so'm, 127 ligi 300 ming so'm, 168 ligi 350 ming so'm original armazli variantda bo'ladi. Undan tashqari do'konimizda akalar ko'rishlaring mumkin. Har xil perforatorlarimizdan, xohlasalaring drill, xohlasalaring perforator qilib ishlatiladigan variantlaridan har xil drellarimiz, tokli, akkumulyatorli variantdagi bolgarkalarimiz, akkumulyatorli hamda tokli variantda bo'ladi. Bular ham polirovka apparatlarimiz, barcha turdagi instrumentlarimiz usta akalarimiz uchun optim skalat narxida yetib kelgan. Qop tikadigan mashinka so'ragan akalarimiz uchun akkumulyatorli hamda toklisidan olib kelib qo'yganmiz. Manzilimiz Qo'qon Alisher Navoiy ko'chasida joylashgan bo'ladi. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Mana shu qatorda ko'rgan общий naborlaringdan luboy bittasini beton teshadigan apparat olgan akalarimiz uchun qo'shib beramiz. Luboy bittasini olib ketaverasizlar. Bemalol kelaverasizlar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, dastavkalarini eltib beraveramiz.